Kelinglar, bugun sizlar bilan shunaqangi hayotimda bo'lgan strashniy voqealarni aytib beraman. Короче, bitta qiz bo'lardi-da, o'sha gruppamizda bitta qiz bo'lardi. O'shani domla uzun yog'och bo'lardi. O'shanda urardi, noto'g'ri qilib qo'ysa. U qiz urgandan keyin yig'lagan, otasini chaqirib kelgan. Otasi o'sha domlamiz bilan urushgandan keyin уже hamma naqa bo'lib qo'rqqanidan уже kiyinadigan xonaga kirib ketgan. U qiz ham qo'rqqanidan biz bilan o'zi kiyinadigan xonaga kirib ketganda, biz ham bo'ldi hammasi, hamma-yu bitta-yu nima bitta urganga ham shuncha yig'lab kelsa ham bizani sandan battar urgan deb turib, bizdan uni urganmiz, urmaganmiz, то что tepganmiz. Va bu ikkinchi naqa часть emas, ulab ketadigan video. Ikkinchi qilgan ishim bu bizada kechqurun bo'lgan, soat 11larga yaqin. Biza ko'chada berkimoch o'ynaganmiz opalarimni. Ikkita opam bo'lgan, bitta ukam bo'lgan. Ular hammasi kelishgan. Men уже berkimoch o'ynayotgan paytimizda arucha bo'lardi-da. Aruchani oldida daraxt bo'lardi. O'sha daraxtni oldiga turib olganman, ariqchaning ichiga tushib. U yerda umuman suv oqmasdi-da. O'sha yerda men qo'yganman, уже yig'lab yuboray deb zo'rg'a. Keyin ular uyga ketib yuborgan ekanda. Все oldimdan shunaqangi bo'mish kelyapti. Уже men qo'rqqanman. Qo'rqqanimdan prям shunday ketganidan keyin orqasiga borib kallasiga toshni ortib o'rganman va yugurib ketganman. Bu nima? Uchinchisi bu maktabda bo'lgan. Maktabda bitta sinfdoshim bo'lardi. Meni juda ham g'ashimga tegadi-da. Bir kuni g'ashimga tegadi. Tosh otganimdan keyin otolmaysan, baribir tusholmaysan degan. Keyin orqasidan sekin borganman. O'sha oralig'imizda 10 metr yoki 20 metr masofa bor edi. Yo'q, 50 metrcha masofa bor edi-da o'sha yerda. Otgan, men kichkinaroq toshni otganman o'shanda ham. Shuni otgan kallasiga teggan, o'sha men bitta qonab, men bitta o'sha ichiga kirib qolgan. Shunaqa qiz bo'lgan, men ishonasizlar, shunaqangi yo'shindan keyin o'tirib yig'lagan. Ustoz bizani sotgan, nimaga unaqa desa, men g'ashimga teggan, o'shaning uchun men urdim, shunaqa deganman. What are you doing? To'rtinchisi, oxirgisi, men shunda o'rtog'im bilan o'ynayotgan bo'lganman-da. U yerda juda ham jala quyotdi. O'sha yerda biz yugurib yurganmiz, tapchikam yechib yuborganman. Biz qo'limicha o'ynayotgandik. Keyin men tapchikam yechib yuborganman. Yugurayotgan paytim shunaqa yiqilib tushganman. Sen meni shunaqa tapchikam yechib yubording, chunki u aytadi, tapchikani yechib yuborsa bo'ladi deb. Sen meni tapchikamni yechitirding deb uni sochidan tortib, shunda bu yoqqa tashlab yuborganimda уже unaqa bo'lib qolgan, nima edi, loyga tushgan kallasi bilan. Короче, video tugadi. Hammaga xayr. Goodbye.